Chorsu bozoridan ham arzoni. Bu mahsimiz Toshkent choki hisoblanadi. Choki usti mol teri bo'ladi, tegi ham mol teri bo'ladi. Zamogini ochamiz. Zamogini ochganimizdan keyin jabraga taqalamiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, zamog ishlamagan holatda ham jabra to'xorat ushiydi. Undan keyin ichiga kelsa, ichi naturalniy mex bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, malish mex bo'ladi. Usti mol teri bo'ladi. Hozir men sizlarga buni kiyib obzorini ko'rsatib beraman. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Jabrasini har doimga bir yoq tarafga qilib qo'ysanglar, cho'tki yopiladi. Mana. Voy. Bundan keyin hozir internetga chiqib ketdi, -25 bo'ladi deyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Bu -25 ga chidaydimi, yo'qmi? Murojaat uchun mashti pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar yoki Maxsich kanaliga a'zo bo'lib direktimizga yozsanglar, buni bozordan arzon narx etamiz. Xudo xolasa, dastavkamiz Toshkent shahar ichi bo'yicha bor. Butun O'zbekistonga pochta orqali jo'natamiz.